Xayrli-tong, Verdi. Ha? Verdi? Verdi, qayerdasan? Jin-ursin, u qayerda ekan endi? Verdi. Nima? Nima qilyapsan? Salom, keksa. Men sen uchun haykal qurdim. Bu senga yoqdimi? Bo'ladi. Radioda nima? Yo, bu sening uyingmi? Judayam rasvo ekan. Ey, Verdi, tinchlan, bu mening do'stim. Salom alaykum. Men seni haqida ko'p eshitganman. Okey, menda ozgina temir bo'lishi kerak. Yo'q, menda judayam ko'p temir bor ekan. Ishlar qalay do'stim? Sen bugunga 3 ta olmos bor ekan. Yo'q, kechir, men ketaman. Eslaysanmi, bizda 3 takdan ko'p olmos bor edi. Bugundan biroz temir olsam maylimi? Men kiyim yasashim kerak edi. Albatta. Yaxshimisan, Verdi? Men o'zimni yaxshi his qilyapman. Yaxshi. Verdi, bilasanmi, sen menga g'alatiroq ko'rinyapsan. Shunchaki menga Niko bilan vaqt o'tkazishing yoqyapti. Biz har doim birga vaqt o'tkazamiz. Rostdanmi? Shunchaki bu meni xavotirga soladi. Mayli, Verdi, charchabsan, dam ol. Xayrli tong, Verdi. Verdi, yana yo'qmi? Okey, u qayerda ekan? Uncha uzoqqa ketib qolmagan bo'lsa kerak. Okey, mayli, qidiramiz. Har doimgi ishimiz haykal. Okey. Yoki yo'q, bu yerda yo'q. Verdi. Qayerdasan? Verdi? Nima? Bu yerda nima qurilgan? Verdi. Jin-ursin, Verdi. Yuzingni ko'rganingda edi. Judayam kulgili, hazilkash. Bu qanaqa joy? Buni sen uchun qurdim. Bu baliq ovlash uchun judayam qulay joy. Ajoyib. Judayam yaxshi qilibsan, Verdi. Rahmat.